Salom do'stlar. Voxel botida yangi nima ochildi. Bu yerda qancha voxelda tonga alishtirishimiz mumkinligi ko'rsatilgan. Meni balansimda 30,000 voxel bor. 10% 3059 bo'larkan. Hozir 3059 voxelda obmen qilamiz. Obmenni bosamiz. Voxelga o'tkazamiz. Bu yerga tonni belgilaymiz. 3017 ekan, uzr do'stlar. Mana obmen qildik. Endi tonlarimizni yechamiz. Avval ton kashirogimizni ko'p yoqib kerak. Ton kashirogimizni ko'p yoqildik do'stlar. Endi vivestini bosamiz. Bu yerga ton adresimizni kiritamiz. Agar memo yo'q bo'ladigan bo'lsa, memo kiritmaymiz. Memo bo'ladigan bo'lsa, memo kiritishimiz shart. Minimal yechish 0,1 ton ekan. Biz 0,44 yechamiz. 0,44. Vivestini bosamiz. Uspeshna bo'ldi. Endi ton kashirogimizni ko'ramiz. Tushgandan keyin videoni davom ettiraman. Mana do'stlar, voxel botidan yechgan tonimiz kelib tushdi. 0,44 yechdik, 0,44 tushdi. Bugungi sana bilan. Mana 0,44 tonimiz kelib tushdi do'stlar. Endi voxel da qanday ishlash kerak shuni tushuntiraman do'stlar. Bu yerda kubiklar orqali har xil predmetlarni yasashimiz kerak do'stlar. Mana yasagan predmetlarimizni ko'rsataman. Bular bizga kubiklar keltiradi. Mana snake, ya'ni ilon, merket, videorolik, bu yerda tosh, bu yerda kaktus daraxti. Market bo'limida esa ana shu tayyorlagan nimalarimizni sotishimiz mumkin. Mana bu 0,6 tonga sotaman deyapti. Bunisi esa 210 ton. Bunisi qancha yaxshiroq bo'lsa, kuchliroq bo'lsa, shunga qarab narx ko'tarilaveradi. Masalan, mana 154 hash, mana 550 hash demak, buniki yaxshiroq, ko'proq keltiradi bizga. Bular 550 degani soatiga 550 keladi bizga. Kubiklar soatiga 550, bu esa 154 kubik keladi soatiga.
ana bunisi bor. 785 bular savdoga qo'yilganlar hisoblanadi, marketdagilar. Bu yerda my lot esa bu men savdoga qo'yganman bularni mana. Ikkita bor mana 06 to'nga bittasi 1.43 ton. Bu yerda yana ikkita bor. Mana 208 ton 01 ton. Savdoga qo'yib kaktus. Bular sotilsa keyin joy bo'shaydi. Mana bu yerda o'zim sumkadagi yana bitta kaktus bor. Shuni sotarsam buni juda ham kuchsiz, shuning uchun sotarsak bo'ladi. Buni market bo'limida o'sha hozir menda bo'sh emas, mana buni случайныйga qo'yib bu bepul ochiladi. Agar xohlasangiz bepul variantini taklif qilaman. Случайный bosasiz, bironta predmet beradi. Редкий predmetdan tortib 10 ta predmetlarga berishi mumkin. Juda oddiylarni berishi mumkin. Bu juda редкийlarni ham tashlab qoladi. Nachas sborkani bossak, ustiga bosib tursak, terishni boshlaydi. 1000 talik bo'ladi. 1000 ta ko'p ketadigan, 2000 ta, 5000 eng ko'pi 5000 taliga tushgan. 208 tonga sotuvga qo'yganman. Yana nima? Druziya chaqirsak bo'ladi tashqari. Mana druziya chaqirganimizga bizga 100 ta kubik beradi va 3 ta yulduz. Ikkinchi levelga esa 50 ta kubik va bitta yulduz beradi. Mana bu yerda koshelak bo'limida esa pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Mana ton. Bularda voksellarni tonga aylantirib yechishimiz mumkin do'stlar. Vыводni bosamiz. Bu yerdan ko'rinadi mumkin istoriya. Yaqinda yechganimda istoriyasi. Bu yerdan ko'rinmas ekan. Bu 4-bo'lim yaqinda qo'shildi. Mana o'zimiz shu bizda qancha voksel bo'lsa, shuni 10% yecha olamiz faqat. 10% yechdim. Agar 5 ta aktiv referalis bo'lsa, 10 ta o'sha predmetlarni tergan bo'lsa, yana ustiga 10% qo'shiladi. За каждого следующего активного друга вы получите дополнительный 1. Har bir nechta aktivniy do'stingiz bo'lsa, 1%dan qo'shilib ketaveradi ekan nimasiga. Yechish miqdoringizga qo'shilib ketaveradi. Hozir menda 10% xolos. 100% qilsanglar, shular 100% ga yetsanglar, 100% chiqarishni boshlaysizlar. O'sha to'plagan voksellaringizni 100% yechsanglar bo'ladi. Qisqacha shu bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like va podpiska bosishni unutmanglar.